Yashashni ko'zi ojizlardan o'rganish kerak. Negaki, ular oyoq qo'yadigan joyini hassasi bilan aniqlashtirmaguncha qadam bosmaydi degan edi donolarimiz. Darhaqiqat, bu dunyo sinov diyoridir. Har kuni turli sinovlar qurshovida yashaymiz. Farovonlik ham, tanglik ham barchasi aslida sinov uchun beriladi. Har qanday sinov bo'lsa-da, shukronalikda yashash lozim. Loyihamiz qahramoni Xayrulla Boltayev ham garchi ko'zlari ko'rmasa-da, qo'l-oyoqlari ishlayotganiga shukr qilib yashayotgan irodali insonlardan biridir. Uning yashashga bo'lgan ishtiyoqi kuchli ekanligi bois o'z maqsadiga erisha oldi. Ya'ni bolaligidan qo'shiq aytishga qiziqishi kuchli bo'lgan Xayrulla Boltayev bugungi kunda orzusiga erishib, turli tadbirlarda qo'shiq aytib, halol mehnatining ortidan orzulariga erishmoqda. U xushovazligi va qo'shiqlarini maromiga yetkazib kuylashi bilan tinglovchilarni sehrlab qo'yadi. Uning hayotga qarashlari juda teran, maqsadlari va orzulari ham o'zi kabi beg'ubor. U o'zidagi kamchilikka e'tibor bermasdan shu holatga ham shukr qilib yashamoqda. Oilasini moddiy tomondan ta'minlamoqda. Chunki uning ko'ngli, qalbi pok, ma'naviyati sog'lom. Ko'zlari ko'rmasa-da, tilida shukronalik tushmaydi. Xayrulla Boltayev kabi sabr-qanoatli, matonatli, boriga shukr qilib yashaydigan odamlar hammaning hurmatiga munosibdir. Qadim naslda maytapon bo'ladi edi. Maytapon kassetalarni eshitib, shulardan yodlab, kallaga singib, shularni aytib, ijod aytib, to'y nelari, tashkillar olib borib, netib yurdilar. Bolaligimda shu qo'shiqchilik sohasina qiziqqanman. Shu qo'shiqchilik sohasina qiziqib, yana Xudoga shukr shu darajaga yetib, yana shu oilamni shu qo'shiqchiligim bilan oilamni boqib o'tiribman. Ko'p boshqalarchalar tuxum ichadi, ovoz saqlash uchun deb tursiz. Yo'q, menda u ne yo'q. Menda shu azon bilan turgan vaqtda shu qaynoq suv bir kosa ichib, bitta vaqtdan keyin bir soat net shug'ullanib olaman. Shu ovozimning tiniqligi shu Allohning menga bergan bir istidotidir. Shu ovozim bilan yana oilamni boqib Xudoga shukr shu darajaga yetyapman, Xudo xolasa. Bu kulbayik sana xurshid jahon geldi. Güyaki ölik irdim cismim aracan geldi. Geldi xurshid jahon geldi. Geldi cismim aracan geldi. Cismim aracan geldi. Bashariyat xotirasida o'chmas iz qoldira olgan shunday insonlar borki, ularning amalga oshirgan ishlari, hayot yo'llari barchamizga o'rnak bo'la oladi. Xususan, antik dunyoning eng mashhur dostonlari Iliada va Odisseya muallifi bo'lgan Gomer, dunyoda ko'zi ojizlarning rasmiy yozuvini yaratgan Louis Braille, san'atkor Andrea Bocelli, jurnalist Joseph, Buyuk Britaniya ichki ishlar vaziri bo'lgan Tony Blairlar shular jumlasidandir. Demakki, biror maqsadga erishish uchun doimo olg'a borish va istak sari intilish lozim. Biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Ruslan Rahimov ham tug'ma ko'zi ojiz bo'lishga qaramasdan doimo harakatda, izlanishdan, bilim olishdan charchamaydi. U faoliyat haqida shunday deydi. Men ismim Ruslan Rahimov. 1991-yil 16-noyabrda shu Xorazm viloyati Hazaras tumanida tug'ilganman. 2000-yil Xiva tumanidagi 121-son maxsus ko'z ojizlar internat maktabiga borganman. Maktabni o'sha Xiva tumanida tamomlab, 2013-yil Toshkent shahridagi Nizomiy nomidagi pedagogika universitetiga o'qishga kirdim. Shu bolaligimdan radioga qiziqqanligim uchun mana shu boshlovchilar bilan Toshkent shahrida ham o'quv faoliyatida tez suhbatlarni olib, maslahat olib turardim. Va 2021-yil 23-avgust sanasida mana shu Tong FM radiosini onlayn radioni ochishga muvaffaq bo'lib, shu kungacha mana o'z faoliyatini olib bormoqda. 2005-yil yaratilgan tarona Tong FM radiosida Lola ijrosida bo'lib o'tdi. Aziz tinglovchilar, kech soat 20:00da Dilizkor loyihasi o'tkazib yubormang. Oqshom yaqinlashmoqda. Sermavj oqshom xizmatingizda Kamina Ruslanbek Rahimov dunyoning istalgan nuqtasida Tong FM radiosini tinglashingiz mumkin. Internet tarmog'i mavjud bo'lgan joylarda mazza qilib tinglash imkoniyati bor.
Endi bu Tong FM radiosi o'zi men juda ham o'qituvchilik sohasida faoliyat o'tagan bo'lsam ham radioga juda ham qiziqaman. Menga energiya bag'ishlaydi bu. Ishdan kelib ham shu radioda boshlovchilik qilib, o'ziga yarasha Tong FM radiosining auditoriyasi bor. Va kechqurun mana soat 8, ya'ni 20:00 da Dilizxor loyihasi bor. O'sha radioga jonli efirga qo'ng'iroq qilib, muxlislar o'z yaqin insonlarga tabrik salom yo'llashadi. Xorijdagilar uchun esa WhatsApp ijtimoiy tarmog'ida salomlar yo'llashadi. Va ertalab Fayzli tong dasturi bir kun oldin raqam qoldirishadi. Kichkina surpriz sifatida yaqin insonlarga raqam qoldirgan qadrdonlarni, do'stlariga, tug'ilgan kun sohib yoxud sohibalariga biz qo'ng'iroqni amalga oshiramiz erta tongdan. Fayzli tong dasturida mana shunaqa kichkina sahifachamiz bor. Mana Allohga shukr, 24 soat uzluksiz Tong FM radiosi ishlamoqda. Shu Xorazmdagi birinchi raqamli onlayn radio Play Marketda ham bemalol yuklab olish imkoniyati bor. Endi hozir efir jarayoni bo'lyapti. Efirdagi bizning suhbatimiz 6-7 soniyadan so'ng radioga ketadi. Shuning uchun bir eshitib ko'rib, bu yerda shovqin bo'lmasligi kerak. Shuning uchun mana shunaqa jarayon bilan hozir sizlarni tanishtirib o'tdim. Kattakon rahmat. So'zimiz so'ngida donalarimizning fikrini keltirib o'tsam, ko'zi ojizlardan ko'rish o'rganmoq hayot yo'llarida qoqilib, yiqilmaslik uchun hushyor bo'lib qadam tashlamoqdir. Qissadan hissa shuki, har bir olayotgan nafasimizga shukr qilib yashaylik.